O'zbek neftiga 850 million dollarlik yevro obligatsiya chiqardi. Ta'kidlanishicha, bu qarz mamlakat tarixidagi eng yirik yevro qarz emissiyasi hisoblanadi. Obligatsiyalar 5 yillik muddatga chiqarildi va yillik foiz stavkasi 875% etib belgilandi. Kompaniya bu mablag'ni asosan eski qarzlarni yopish va ayrim investitsiya loyihalarini moliyalashtirish uchun sarflashni ma'lum qildi. Buni qarangki, kompaniya eski qarzlarni yopish uchun yana qarz olyapti. Bu xuddi firibgar kimsalar tutalgan yo'lga o'xshaydi. Odatda shu toifadagi odamlar birovlardan olgan qarzlarini mana shunday yo'llar bilan yopishga urinishadi. Biroq buning oqibati nimalarga olib kelishini tasavvur qilish qiyin bo'lmasa kerak. Oxir oqibatda buning jabrini ko'pincha o'sha odamlarning yaqinlari tortadi va qarzlarini ular uzishlariga to'g'ri keladi. Ushbu davlat kompaniyasi ham shunga o'xshash yo'l tutyapti. Agar kompaniya bankrot yoqasiga kelib qolsa, hech qisi yo'q, davlat qarab turmaydi. Bu esa davlat byudjetiga bosim bo'lib tushishini va qarz yuki iqtisodiy jihatdan og'ir ahvoldagi xalq gardaniga yuklanishini anglatadi. Shuning uchun xorijiy investorlar O'zbekneftgazning moliyaviy holatidan ko'ra uning ortida turgan davlat kafolatiga ishonmoqda. Shuningdek, S&P Global xalqaro reyting agentligi kompaniyaning ishlab chiqarish ko'rsatkichlari yaxshilanib borayotganini ham ta'kidlamoqda. Ammo bu yaxshilanish gaz tarifini oshirish hisobiga bo'lyapti. Demakki, bu ham yana xalq hisobiga to'g'ri kelyapti. O'zbek rejimi orqa oldiga qaramay qarz olishdan to'xtamayotganining sababi ham aynan mana shu. U bu qarzlar qayerga va qanday ishlatilayotgani haqida hech kimga hisob bermayotgani yetmaganidek, osongina xalqni bo'yniga yuklab yuborishdan ham uyalmayapti. Qo'l uchida amal taqal qilib kun ko'rayotgan xalqimiz esa hatto nima uchun bu qarzlarni aynan o'zlari to'layotganini ham bilmaydi. Shunday ekan, musulmon xalqimiz ko'zini ochishi zarur. O'zbek rejimining biror mantiqqa to'g'ri kelmaydigan bunday siyosati qurboni bo'lishni bas qilib, uni hisobga tortish lozim. Aks holda hukumat tepasida o'tirib olgan bir siqim amaldorlar yeb yuborayotgan milliardlagan qarzlarni to'lashdan xalqimizning boshi chiqmay yuraveradi.